2025-yil iyun oyi va iyul oyi litsenziyalangan firmadan Umra safariga borish narxlari necha bilan bo'lyapti va reyslar qayerlardan uchiladi degan savolga inshaalloh hozir javob berib o'tib ketamiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmon bo'lsalaring, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Chunki bugungi qo'ygan videomiz va bugundan keyingi qo'yadigan videolarimiz inshaalloh sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bo'lmasam videoni boshladik. Bir boshdan boshlasak, reyslar qayerlardan uchiladi? Birinchi tushirgan savollardan biri. Reyslarimiz Toshkent shahridan, undan tashqari vodiyli do'stlarimiz uchun ham Farg'ona shahridan reyslarimiz qatnovi bor. Ya'ni Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina pryamoy reys. Undan tashqari Farg'ona, Jidda yo'nalishida ham pryamoy reyslar bo'ladi. 14 kunlik umra ziyoratda, ya'ni 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. 50 boshi, ya'ni malakali 50 boshlar sizlar bilan birga ketib, ya'ni birga qaytib keladi. 3 mahal milliy taomlarda pitaniyalar bo'ladi. Undan tashqari inshaalloh Saudiya Arabistonda hamma sayohatlarimiz bor do'stlar. Narxi atiga $1175 litsenziyalangan firmadan ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki da Telegram, WhatsApp ham bor. Bemalol ijtimoiy tarmoq orqali ham aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. Bizlarni hozir qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasida ishlab, Rossiya Federatsiyasining fuqarosini olishgan do'stlarimiz bor. Undan tashqari Qozog'istonlik do'stlarimiz ham bor. Bu do'stlarimiz ham bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga o'sha ijtimoiy tarmoq orqali aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. Sizlar ham bir dona Zagran pasport evaziga joylaring, bron qildirsalaring bo'ladi. Ya'ni iyun oyi, ya'ni hajdan keyingi birinchi umra ziyorat narxlari e'lon qilindi. O'sha $1175 undan tashqari iyul oyi va sentyabr oyi va avgust oyi ham narxlarimiz bir xil do'stlar. $1175 hozirdan joylaring, bron qildirsalaring bo'ladi. O'zingizlar istalgan savollarni kommentariyga yozib ketinglar. Undan tashqari bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerga aloqaga chiqib, savollaringizga javob olishinglar mumkin. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.